Mana Shirnapa muxlislari bilan suhbat bo'lyapti. Rahmat. Mana sizdagi muxlislarim bor ekan, men qancha yosharga yuraman. Mana haqiqiy muxlis shunaqa bo'ladi. Mana O'zi yaxshi xotin. e'tiborli ayol ekanlar. Shirnapa muxlislari azizlarim. Aylanib ketdik. Boringlarga shukr. Rahmat, katta rahmat. O'tgan kuni Alloh uyidan keldim. Aylanib ketdik. Duo qiling, sizniki yengil. Ishlaringiz rivojini bersin. O'tgan bormini. O'tib ketdilar. O'tgan mana o'zingizni ochib bo'ling, salomat bo'ling, bolalaringiz rohatlanib ko'rib yuring. Topgan pullar har doim yaxshi kunlaringiz. Mashinada yurasiz bilaman. Chekdan havo o'tsin. Allohga omonat. Alloh panohida bo'ling. Bolalaringiz rohatlanib ko'ring. Topgan pullaringiz faqat yaxshi kunlaringizda, to'ylaringizda ehson beruvchilardan bo'ling. Ilohim Alloh sizga boringlar. Alloh labbaykalarni katta hajliga sizga Birga borish juda chiroyli ayol ekan. Birga borish nasib. Rahmat. Yaxshi ko'rardim. Mana ko'rib oldim endi. Rahmat. Umringiz bo'lsin, joyingiz sog' bo'ling. Zo'r o'ynaysiz. Sizni yo'llaringiz ham. Havosim keladi. Rahmat, boringizga shukur. Endi yomonni ham kimdir o'ynamasa, bilan o'ynamasa, 3 kilo o'ynaysiz. Mana shunaqa aktrisa opamiz bor bizlarning izlari.